Ara chaqtirdim. O'shanda qo'y. Ustoz uxlab qolibdilar. Hozir ara chaqtirib prank qilamiz. Ko'rinyaptimi ara? Ketdi. Ustozni sezgi organlari o'lib ketdi. Ustoz uxlab qolibsizmi? Boshim og'rib qoladi-da. 5 minut uxlab olsam qo'yib olaman ancha. Undan bas. Ara chaqtirdim. O'shanda qo'y. Ustoz batim og'riyapti. Do'rganchi, buni ham bitta sinab ko'raylik-chi. Keling-da. Otaxon, kiravering. Qo'rqinchli emas, kiravering. Bir haftadan beri shetdaman. Ancha sovuqlarim chiqib ketdi. Otaxon sizni nima bezovta qilyapti? Shu qalbdan shekilli oyoqlarim zirqirab oldi, bellarim yumshadi. Bu mitta asalarichamizda 1001 dardga davo bor. Ara chaqtirishda oyoqdan boshlab qo'lni shamollash, oyoq og'riqlar, zirqirashlar, bari shamollashdan bo'ladi. Shularni shu arimiz ara chaqtirish bilan davolaymiz. Bu ara chaqtirish butun badandagi o'tgan sovuqliklarni, ilikkacha o'tgan sovuqliklarni chiqarib beradi inshaalloh. Bu birinchi kursimiz teridagi shamollashlar chiqarib beradi, ikkinchi kursimiz suvaydagi shamollashlar chiqarib beradi, uchinchi, to'rtinchi kurslarimiz ilikkacha o'tgan shamollashlar chiqarib beradi. Rasmdagi shamollashlari, oshqozon, o't, ichakdagi shamollashlar, har xil toshmalar, bosh og'rig'i, davlinalarga ham foydasi bor. 7 kun kechagini olsam yosh yigit bo'lib qolarkanman-da. Rahmat bolam, Alloh shifo bersin. Ertaga vaqtingizga qarab kelaverasiz. Xo'p, 7 kun qatnasam bir kurs tugaydi. Inshaalloh 7 kun qatnasangiz bir kurs tugaydi. Xudo xolasa birinchi, ikkinchi kunlardan ham nimani foydasini his qilib borasiz. O'zi ancha yengillab qoldim. Sizlarga ham tavsiya qilib qolaman. Ancha yengil bo'lib qoldim. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Farg'onadagi Oxunboboyev massiv Baqay degan joyda turibmiz. Mana.